Saksutu yer maydoniga tushgan Toshkent shahrida qurib bitqizilingan 2 etajli mana shu imoratimizni bitta ko'rib baho berib qo'ying jigarlar. Videoga like bosishni unutmanglar. Ichkarilarni kirib birin-ketin ko'rsatib beramiz. Ishoning, ko'rganingizga umuman afsuslanmaysiz. Ko'p vaqtingizni olmaymiz jigarlar. Saksutu yer maydoniga tushgan 20 metr fasad, 40 metr uzunasi tushayotgan uylarimizga kirganimizda kattagina hovlimizni ko'rib turibsiz jigarlar. Hovlidan shunday kelganimizda bu taraf zinadan ko'tarilib ketish va tepaga chiqishdan oldin sizlarga bitta joylar qaranglar. Eshiqdan kirganda chap tarafimizga ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamiz va yon tarafdagi xonalarni ko'radigan bo'lsangiz, yotoqxona va qo'shimcha sanuzorlarni ko'rib turibsizlar. Xonalarni detalli ko'rsatib beramiz desak, uyimizni jigarlar 16 ta xonadan iborat, 3 ta hovli mavjud. Ikkinchi etajga chiqqanimizda ham kattagina jigarlar hovlini ko'rib turibsizlar. Uyimizni detalli har bitta xonasini ko'rsatib beramiz. Vaqt cho'zib ketadi, lekin kelib ko'raman desanglar, past raqamni qoldiramiz, telefon qiling, okamizga aloqaga chiqib kelib